Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'ying. Assalomu alaykum. Rossiyada nelegal 2025 operatsiyasi boshlandi. Bugundan e'tiboran Rossiyada nelegal 2025 federal keng qamrovli tezkor profilaktik operatsiyasining ikkinchi bosqichi boshlandi. Eslatib o'tamiz, noqonuniy operatsiyasi har yili ikki bosqichda Rossiya Ichki ishlar vazirligi tomonidan Rossiya Federal xavfsizlik xizmati, Rosfinmonitoring va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlarning vakolatli organlari bilan hamkorlikda o'tkaziladi. Tadbirning asosiy maqsadi noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish va migratsiya qonunchiligini, jumladan uchinchi davlat fuqarolari tomonidan buzilish holatlarini aniqlash va oldini olish. Nelegal operatsiyasi birinchi marta 2008-yilda o'tkazilgan. Primoriya o'lkasi muhojirlarni ishga joylashtirish qoidalarini kengaytirishni rejalashtirmoqda. Mintaqaviy hokimiyat xorijliklarning ishlashi taqiqlanadigan kasblar va tarmoqlar ro'yxatini sezilarli darajada kengaytirish niyatida. Hozirda 36 ta shunday sektor mavjud bo'lsa, tez orada bu raqam 89 taga yetishi mumkin. Asosiy o'zgarishlar savdo sohasiga tegishli. Loyihaga ko'ra xorijliklarga kitob, gazeta, yoqilg'i, bo'yoq, dori-darmon, suvenirlar, diniy buyumlar, musiqa va video yozuvlar, shuningdek qurol va o'q-dorilarni sotish taqiqlanadi. Bundan tashqari muhojirlarga doimiy bo'lmagan joylarda, bozorlar va ko'chklar va ko'cha savdo rastalarida chakana savdoni taqiqlash taklif qilinmoqda. Bu ko'plab migrantlar uchun asosiy daromad manbai bo'lgan kichik chakana savdo imkoniyatlarini cheklaydi. Farmon hozirda gubernator tomonidan imzolanmagan, biroq mahalliy nashrlar hujjat allaqachon tayyor bo'lganligini xabar qilmoqda. Agar tasdiqlansa, yangi qoidalar mintaqaning mehnat bozorini sezilarli darajada o'zgartiradi va chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohalarida ishlaydigan ko'plab migrantlarga ta'sir qilishi mumkin. Rossiya va Tojikiston o'rtasida mehnat migrantlari bo'yicha yangi kelishuv imzolandi. 9-oktyabr kuni Dushanbeda bo'lib o'tgan uchrashuvda Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon mehnat muhojirlari bo'yicha bir necha muhim hujjatlarga imzo chekdi. Yangi kelishuvga ko'ra, Tojikiston fuqarolari Rossiyaga ishlash uchun kirishdan oldin tibbiy ko'rikdan o'tishi shart bo'ladi. Shuningdek, 2019-yilda tuzilgan Tojikiston fuqarolarini vaqtincha ishga jalb etish haqidagi hukumatlararo bitimga o'zgartirishlar kiritildi. Bundan tashqari, ikki davlat migratsiya masalalari bilan shug'ullanuvchi idoralar faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha ham yangi kelishuv tuzdi. Putin muzokaralar paytida hozirda Rossiyada 1 milliondan ortiq tojikistonlik ishlab yurgani haqida gapirdi. Ular qurilish, uy-joy xo'jaligi, transport va logistika sohalarida mehnat qilib, Rossiya iqtisodiyotiga katta hissa qo'shayotganini ta'kidladi. Putin 8-oktyabr kuni davlat tashrifi bilan Tojikistonga kelgan, uning safari 3 kun davom etdi. Rossiya iqtisodiy rivojlanish vaziri Maksim Reshetnikov sentyabr oyida mamlakat qaytish migratsiyasi tizimiga o'tayotganini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, mehnat muhojirlari kelib ishlab pul topib, keyin yurtiga qaytishi to'g'ri yo'l hisoblanadi. Yangi kelishuvlar rasmiylarning so'zlariga ko'ra, mehnat muhojirlari uchun qonuniy ishlash va tibbiy xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi. Andijondan Moskvaga to'g'ridan-to'g'ri parvoz qilsa bo'ladi. O'zbekiston Airways 28-oktyabrdan boshlab Andijon-Moskva Andijon yo'nalishi bo'yicha muntazam aviaqatnovlarni yo'lga qo'yadi. Reyslar haftasiga 4 marta seshanba, chorshanba, payshanba va juma kunlari Vnukovo aeroportiga amalga oshiriladi. Chipta narxlari bir tomonga 2,40,000 so'mdan, ikki tomonga 3,708,000 so'mdan boshlanadi. Rossiya Federatsiyasi musulmonlari diniy boshqarmasining ulamolar kengashi yetkazib berish va logistika xodimlari to'g'risidagi yangi farmonni chiqarib, islom dini qoidalariga muvofiq so'yilmagan hayvonlar go'shtini yetkazib berishni taqiqladi. Bu haqda idoraning matbuot xizmati xabar berdi. Musulmonlar diniy boshqarmasi tomonidan chiqarilgan fatvoga ko'ra, kuryerlarga spirtli ichimliklar, cho'chqa go'shti shariat qoidalariga muvofiq so'yilmagan har qanday hayvonning go'shti
butlar va qimor o'yinlari bilan bog'liq mahsulotlarni yetkazib berish taqiqlanadi. Yangi qoidalarga ko'ra, agar bunday tovarlar yo'q qilish uchun yetkazib berilsa va kuryer paketda nima borligini bilmagan bo'lsa, bu xato hisoblanmaydi. Yetkazib berishga ruxsat etilgan tovarlar ro'yxatiga oziq-ovqat mahsulotlari, halol usulda so'yilgan hayvonlarning go'shti, don, sariyog', sut, mevalar, sabzavotlar va boshqa maishiy tovarlar, jumladan kiyim-kechak, mebel, idish-tovoq, qurilish materiallari, kitoblar, dori-darmonlar va tibbiy asboblar kiritilgan. Shuningdek, olib kelayotgan buyurtma ichida ruxsat etilgan buyumlarning bir qismi taqiqlangan mahsulot bo'lsa, halollash uchun daromadning bir qismini xayriya qilish tavsiya etilgan. Agar buyurtmaning tarkibini bilish iloji bo'lmasa, yetkazib berishning o'zi nomaqbul harakat hisoblanmaydi. Qoida faqat taqiqlangan narsalarni bila turib yetkazib berilganda buziladi, deya qo'shimcha qilingan boshqarma xabarida. O'zbekiston Prezidenti Markaziy Osiyo Rossiya formatidagi ikkinchi sammitda Markaziy Osiyo va Rossiya o'rtasidagi keng ko'lamli hamkorlikning ustuvor yo'nalishlarini qayd etdi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9 oktyabr kuni Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo Rossiya formatidagi ikkinchi sammitda ishtirok etdi. Davlat rahbari so'zining avvalida Rossiya Prezidenti Vladimir Putinga Markaziy Osiyo bilan keng ko'lamli strategik sheriklikni rivojlantirish tarafdori bo'lib kelayotgani uchun minnatdorchilik bildirib, uning tabiiy sheriklik bo'lgan mamlakatlarimiz hamkorligiga yangi surat berishga qaratilgan tashabbuslarni qo'llab-quvvatladi. O'zbekiston rahbari ta'kidlaganidek, Rossiya bilan energetika sohasida hamkorlik bundan buyon ham mintaqa barqarorligining omili bo'lib keladi. Bugungi kunda gaz quvurlari va energetika infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha strategik loyihalar amalga oshirilmoqda. Davlat rahbari so'zining yakunida mintaqaning barcha mamlakatlari xavfsizligi, barqaror taraqqiyot va ravnaqi ta'minlash yo'lida Rossiya bilan ko'p qirrali hamkorlikni yanada kengaytirishga intilishi qat'iy ekanini yana bir bor ta'kidladi. Toshkentda mehnat migratsiyasi masalalariga bag'ishlangan xalqaro davra suhbatida Rossiya migratsiya testlarini isloh qilish masalasi muhokama qilindi. O'zbekiston vakillari hozirda imtihonlar mehnat muhojirlari uchun juda og'ir ekanini shikoyat qilishdi. Xususan, bu ko'pincha ish bilan bevosita bog'liq bo'lmagan Rossiya tarixi va huquqiga oid savollarga tegishli. Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash rahbari Valeriy Fadeyevning ta'kidlashicha, imtihonlar konstitutsiyaning asosiy bilimlari va eng asosiy huquqiy normalar darajasida bo'lishi kerak. Borodinoda kim qo'mondonlik qilgan yoki harbiy rahbarlar kim bo'lgan degan savollarning keragi yo'q. Bu yagona davlat imtihoni emas, degan Fadeyev. O'zbekiston vakillari 1812-yilgi Vatan urushi yoki Qrimning anneksiya qilinishi kabi voqealar haqidagi savollar muhojirlar uchun amaliy ahamiyatga ega emas, degan fikrda. Chet elliklar duch keladigan qiyinchiliklarni statistika tasdiqlaydi. Iyun oyida migrantlarning taxminan 30% birinchi urinishda sinovdan o'ta olmasligi, ularning taxminan 50% ikkinchi urinishda ham muvaffaqiyatsizlikka uchrashi aniq bo'lgan edi. Biroq asosiy muammo tarix yoki huquq emas, rus tili bo'lib qolmoqda. Bundan tashqari, ekspertlarning ta'kidlashicha, qishloq joylardan kelgan ko'p sonli muhojirlarning tayyorgarligi past va har doim Rossiya jamiyatiga qo'shila olmaydi. Testlarni isloh qilish migratsiya oqimining kuchayishi fonida muhokama qilinmoqda. Rossiya rasmiylariga ko'ra, har yili mamlakatga Markaziy Osiyo davlatlaridan 100 minglab muhojirlar keladi va aynan ular imtihonlarni eng ko'p topshiradi.